Pastimizda detskiy plashatkalar bor, mashina uchun parkovkalari bor. Mana shu domimizni 8-etajni ko'rib chiqamiz do'stlar. O'zini liftlari bilan mana shu xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Novostroyga so'raganlar uchun Farg'ona shahar Zakanaldan 8-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Zalni ko'ryapsizlar do'stlar, o'ta did bilan remont qilingan, pollari parket bo'lgan, отопление sistemasi qilingan, kengina koridor, hol qismi. Xo'p, sanuzilni ko'rib chiqamiz do'stlar. Sanuzil ham dopotalka kafel qilingan. Xo'p, ikkinchi xonamiz spalni. Tashqariga qaragan oynalari o'zining chiroyli manzaralarni tomosha qilib ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, uchinchi xonamiz yana bitta spalni. Mana do'stlar, o'zining verandasi bor. Tashqarini yana ko'rib, manzaradan bahra olib ko'rishlaring mumkin. Pastda parkovkalari bor, bog'cha, maktab, qulay lokatsiyada joylashgan uyimiz. Va so'nggi xonamiz oshxona. Oshxonamizda ham dual konturli kotellar qo'yilgan. Remontlari yaxshi darajada uyimiz. Do'stlar, eshigiga e'tibor beramiz. Buni qaranglar, domofoni o'zi bilan 7 xil funksiyaga ega eshigimiz. Eshiklarni ham zo'ridan qo'yib qo'yishgan ekan. Uy egalaridan 41 ming narx aytishyapti. O'tib beradigan joylar bor. Batafsil ma'lumot olish uchun telefon nomer qo'yib qo'yaman. Bu videoni eng yaqin do'stingizga va yaqinlaringizga tashlab qo'ying. Inshaalloh sizga ham yaqin kunlarda shunaqa kvartiralar nasib qilsin.